Bana. Adaş, bana dağıtma bana. Boldu Estağfurullah Cuma. Adaş, kapak kılıp birini sağım kılıp Cuma bana resmi Cuma. Bir bundum bulak ağzını cümlak çıkartı ediken bana ki. Ködüm adaş bana. Bak ködüm olama. Vay ködüm adaş. Salam kılını ködüm olamanın. Vay bir çıraylık salam kıldık o bunun her yaman. Sen köymepse adaş sen ha? Salamını köymepse anın. Salamünaleyküm. Cuma durdun da. Döp git var deyim hava. Vay salam degen aşında kımay kanda kıldı. Adaş. Puf tapmasa. Assalamualaikum. Deytip işkide tal puf tapmasa. Salamünaleyküm. Salamünaleyküm. Assalamualaikum. Okşam da adaş. Sen ne bilen oylap kettin adaş? İkisi okşaş bir gap koy. 8-16 adaş. Kanda okşaydı. Kanda okşaydı. Biz bilmeydik adamın bala baksın şu ha? Bir parçadan yap kalkan bir kalende turkotundan balası deyip işkide tal puf taptıkken karamanınki. Nemesi ki parçalık kıpsı deyim adaş. Estağfurullah. Ne bilen deydi kalsa adaş? Hem iş var o tırışçallıktan kelidu. O ana aşında tırış kaşka. Hara, yetti kavet binadan birini saldı. Va nurgulaga işsiz kalganlarını işe orlaştırdı. Bu yakşı iş emas adaş. Yetti kavetlik binadan birini saldı. Ha? 4 günlük iş o, 4 günlük. Çocuğunu küsü sanayımız adaş. Şunda al yoluk doğru yapılıp bir çıkavesi o yetti kavetlik binası toy gitti. Meme var o adaş. Unundun bir 10 kavetlik binası aldığında allık açan hem teyirlikini tutup koydum şuma. Lakin şu pul yok. Üzme peş, ağzın kıçış, dep dursak adaş. Hiç kim bizge pul vermeydi. Şu pul tepişinin amalını kılışımız, ecir kılıp tırışımız gerekti. Kara, kallı işirtip, capa tatkaşka biçermen, beşi de çeçimi kanmıda beş. Ma gapni. Aş kallı işletkeçke tushib ketgan chashmashdan beshitga. Kallı işletkeçke anam chechib tutdimi? Adash, ishlamaydigan boshda xijillab chashma tutmaydi. Ne bilen deydi kalsa adaş, ne bilen deydi kalsa? Yo'q, o'tganda adash bir sovringa billa berib qoldik, ana ola deyman. Ma chet eldan bir og'inimiz kelibdi-ki, uningmi mening yaqin og'inimiz. Ikkimiz birlashib mehmon qildik. Mehmon qilsak, o'sha ko'z-ko'z qilib, yo'g'onchilik qilib, jo'zini tepadiganga saydiganni dölivatdi adash ava. Dölivatdi? Sen buritmidingmi? Men buritdim. Xongani g'alti ketib bir taqsa. Dapiyanjidim bir taqsa. Anda jallibiyo bilan kekirkalar kirib qolib o'tdim shu. Anani kecha. Ondan keyin qarsam davo ko'zim qarab qo'yib, yana 4-5 qil seni burtitib. Asqarjo deydi. Davchamma. deb kelib o'tdim. O'tasam, deb kelib yana 4-5 qil seni burtitib, Asqarjo deydi. Davchamma. deb kelib o'tdim shu. O'sha bu 4-5 xil seni burtib qo'yapti. Asqarjon degan demisi? Seni onu davchamma degan nimdi? Adaş, anın zehirde kipi hava, zehirde, Asqarjo degini. Sen uqmadingmi? Asqarjo degini. Adaş, ma ikkimiz mehmonni tang chaqirdik, mayli mehmon qilib seni burtib o'tamdim degini. Mening davchamma deganim yanchi qilsam boshroq adaş deganim hava. Keyin kim qanday bo'ldi? Keyin qanday bo'ldi? Endi sen bilan uzun bo'pti adaş ko'rishmidik. Endi ma og'inimizmi chet eldan kelibdi deb qara. Obdaroq o'tirildi deb tutab joy kirsam. Erle dapçili, ayollar ravab deb. Bizga daplar ravab deb sürüp hemmimizni uslug silvat deyman. O'zi ishmigan ekan avadash. Mong'iliz olam deyman araqni. Bo'pti-ku, bir chiroyli hurmatini qilibdi-ku. Ash hurmatma? Ash hurmatma? U hurmat emas, dushmanlik ko'z-ko'z qilganlik adash. Yo'lmanganma, yerib qolgan xotinlanmay, kirib qolgan bir nima ta bu? 2-4 tal pul deb, adash, chiroyli xotindan birini olib oldi emasmi deyman. O chiroyli xotin olamda, saf xotin olamda. Seni nima chatdiqan adash? Haqing shu. Seni nima chatdiqan? Nima chatqan bo'lmaydi adash, pulni mo shu topsa bizning malda. Xotinning chiroyligim shu, biz nima ish qilamiz? Madada urinib baxmamsa, bir ishni peshin tutib, pul tepishni amalni qilmamsa. Adash, nimadan tushirmas, qanday amalni qilaman? Men bu yo'g'o, lodan bo'lgandan keyin kichkimizning tatili cho'ng oldik. Bir mallik deb, ya bu yo'g'o, shirkatda bir kichik bir xizmat bermisa. Ettigan qoqishib pullab shugicha başlamışında rak yapın deysan bo'lmam dadash. Men qara, ummuchi seni kelib may bizning shirkat ishlasin dedi. Biroq biz bergan xizmatni yaratamo, yaratmasmi deb o'ylab qopti dadash. Men bu g'ashning shirkatida ishlayapman. Men ash kason ishlasin dedim shu va? Bo'libdi, nima ish qildi ekanman? Nima ishlaydi ekanman? Golofanda ishlaysa. Nada? Golofanda. Men golofon ishlasam, o'zim ish qiladi va? O degan Dongsijan. Nima? Dongsijan. Dongsijan? Dongsi degan muzlab o'l degan gap qilib. Ajab obdan bo'lib buzil qishdan chiqamag'dekda laqva. Mana og'zingni eshitma. Mana og'zingni eshitma bo'lmaydi.
O degan bag'o bosh lider Dongsijan. Sencho. Mana shu shirkatning tarmog'idagi bir zavod Changjang. Vahma gapni. Birsinglar Dongsijan, birsinglar Changjang. Men Golofanga Fangjang. Demişsin sen şu Golofanga mas'ul olsa? Nima? Aş Golofanga mas'ul olsa? Menmi? Ha? Men mas'ulamdan. Ha? Golofangni boshqaramdan. Ha? Yo'qligimiz o'zim qilamdan. O'zing qilsa? Bo'lapti. Andayri bo'lsa, mayli adash chidab oyligimga 1000 qo'ydim pul uralamdiki. Eligo men qo'y debsa adash. 2500 qo'ydim berdigan bo'ldi. Nech bor? 2500 qo'y. 2005? Ha? 2500. 2500 mi taqa? Ha? Ma ko'rdingmi? Ras ko'z qilamdikan. Ras ko'z qilamdikan. Ashib pulim bor deb ko'z qilmasam, menga 2500 qo'yaram da adash shu bu. Sen nimalarni o'ylab ketding adash? Sening va qobiliyati va boshqarish iqtidori va deb ma xizmatni sen beryapti-da. Bo'lapti, ishlasammi, ishlay. Undan men aning oldiga bormayman adash. O'z oldimga kelib dursin. Oldin kelib? Ha? Sen uning oldiga borsang nima bo'pti? O sening olding kelsin nima bo'pti? Ikkisi o'xshash bir gap adash. Qanday o'xshaydi? Ha? Qanday o'xshaydi? Qanday o'xshaydi adash? Ikkisi o'xshamaydi. Ya men to'nimaydigan odamman, balasi olsa-ki adash, ishtim tizlashmaydigan bir Tulxotimning balasi adash, bizning ota-onamiz tigini bilamiz sen tigin ota-onamizdan. Ha, degina. Mening ota-onam bor adash. Ayni vaqtda Chiparqutdek yo'l topgan. Shermannondek yuz topgan. Shamishada ot ko'tarib, Janonchinda osh ko'tarib shu odamdan bala vaqtishmaydi adash biz. Ana ularni tanglashsak sen. Adash. Bu qachongacha sen kim, men kim deb yuramiz? Ha? 10 qo'y pul topsak, 9 qo'y pulvarni yaratmasak, 11 qo'y pulvari bizni yaratmasa, sen kim, men kim deb bir-birimizga po'chilik qilishgacha, bir-birimizni qo'llab, yaqinda yordamda bo'lib o'tsak yaxshi emasmi? Bir odam azroqli natija qozonsa, uning keyindan gap topsak, qusur topsak, bizga nima foydasi? Ha? Qo'limizdan po'q kelmaydi. Haqni yaratmaymiz, qusur topamiz. Og'zimizda sha'ilib, quruq gap bilan pilni tavratgandan amaliy ish qilib qilni tavratganimiz a'lo. Menimcha bunday nachar illatni yiltizdan qurtitishimiz kerak. Sizlarga jiminasini qurtitadigan chufing jidakli bola. Bo'ldi, chaqchiqingni qo'y. Yana texi ba'zilar o'zining bilimining boshqalardan ustunligini bildirman deb og'ziga kelganini jo'ylab, boshqalarning yaratgan natijasini yo'q chiqarib o'tishni, hatto ularni to'ralma holatidalar tunjuqtirib o'tishni o'ylamdi ekan tang. Agar karomating bo'lsa, sen mu ashular qilgan amaliy ishdan birini qilib beqib, talanting urg'ib teshib ketib, qiladiganga ish topolmay, bekli bekor qolganda, oning kayindan haqning kayindan gap topmamsa, qusur topmamsa, har qanday bir odam yangidan ish boshlaganda tanqidga, qusur tepishga emas, balki qo'llashga, rag'batlantirishga muhtoj. Buni bilasizmi? Ham yaxshi adash. Biz uni qo'llab qo'yaylik. Qanday? Qo'llab qo'yamdoq. Qo'llab qo'yaylik. Bo'lab adash, diginingmi to'g'ri qo'llasaqim be qo'llaylik, be qo'shlab qolsa tutqotimning bolasi. Deb ishlab qo'ya bo'lib chirkdida. Juramda olsa. Qo'llab qo'yaylik emas. Qo'llaylik. Qo'llashimiz kerak demamsa. Qo'llashimiz kerak. Jura. To'xta. Ayak berib adash. Ya'ni sen kim, men kim deb ko'n xamanni so'rib, men mening yuzimni to'kadigan ishni qilmoqchi. Va xotirjam bo'laver, adash biramizchilik yuzini to'ksak to'kamiz, og'inning yuzini to'kmaymiz, juma biz. Mana? Jura.